Men aytyapman, juma kuni kontent olamiz, parkingga boramiz deyapman. Dilbar nima deyapti? Oborib bermaylar, o'zim ketaverman, ishga boraman. Bahona qilib, men uchun ro'shatga syomka qilib, voy keldik-ku endi, oyim bilan dinamga qolgan deb band tashlab qaytib kelishadi hamma. Yo'q, hech ham oborib bo'lmaylar. Har hafta o'zi vaqti kelsa taksida ketaman, nima qilasizlar? Ham oyimni ovora qilib deb. Oyjon, men erim rozi qilaman deb qo'yganman. Shu odamga yo'q, hech qachon boraman deb aytmaganman, lekin har doim meni haydaydilar. Yo'q, haydaydi. Haydaydilar. Oyjon, nima qilasiz deb so'rayman, ikkita qo'llarini mashinasiga ko'tarib uchib ketadigan bo'lib, mazza qilaman. Yo'q, siz hozir birozdan o'tganlaringizda unga bilan oshxonada o'tirdik, qahva ichib, keyin aytdim, ko'k somsa yedim kelyapti. Faqat o'sha tandirdan uzilgan tepasida turib, xamir boshqacha bo'ladi-da, u yetib kelguncha rezin bo'lib qoladi. Uni tandirda yeganing boshqacha-da. O'shanga oymetlar postak qurib bormaylik ko'k somsagani. Birotalar syomka qilib kelamiz deyaptilar. Ha, birotalasi. Bo'pti, mayli, syomka qilamiz. Kim kafolat beradi men to'g'ri uyga qaytib kelishimga? Hech kim kafolat bermaydi. Sen qo'lasan o'tdi. Maqsad shuda. Siz undan avvalgi gap eshitmadingiz. Bar maktubam yo'li. Juma kuni kechqurun boriladimi shunda desam, yo'q, qo'y, ertalab 10da ketamiz dedi. 6larda Toshkentga qaytasiz. Oldin shanba, yakshanba edi oyjon. Уже mana juma ham qo'shildi. Yaqinda payshanba. O'zi shanba boraylik dedilar. Men aytdim, shanba borib qolsak, men kechasi qaytib kelaman. Bu ertasi kuni bu yerda o'sib chiqadi-ku dedim-da shunga. To'g'risi. Yo'q, to'xtayman, hozir o'rtamizda bu yerda enaga turibdilar. Hozir maktuba fikr qilayotgan bo'lsalar kerak. Ha, agar kelajakda 3-farzand ko'rsa, Dilbar unda seshanbadan ketib, parkentga yakshanba kungacha. O'zi katta bo'lgandan keyin qaytib kelsam kerak shu uyga. Boringlar, shukr.